Assalamu alaikum, hörmətli görürmənlər. Eynek programımız xoş gəldinizlər. Elçilkas, xoş gəldiniz. Rahmat, hoş buldum. Bugün hem de oldunlarga çıkıp durup tutan yeni bir oxşumaydigan neçe vaxtdan yaxın davamlışıp kelatgan Ukraina uruştuğuluq söhbət edip barmakçımız. Elçilkas ta'kidlab qo'ydigan bir narsa bormi? Bugün Dünya Uygur Kurultayı'nınki 3 yılın aldığı da bekitken hem de London'daki kurulgan Uygur sotununki, Müstakil Uygur sotunun karar çıkaran günü. Yani bu kararda London'daki Uygur sotu bir yıldan artık sotiç jarayonida lagerdan kaçıp çıkanlarınki, kurtulganlarınki ispatı, mutaxassislarning ispatı ve çateldeki urug' tuqqanlari lagerga solangan urug' tuqqanlarining ispatı hammani yig'ib buni sotninki rasmiy, bu sotninki kollegiyasi beshi bo'lgan adam Jeffrey Rice degan adam. Bu adam o'z vaqtidagi Italiyada o'tgan dunyoninki urush jinoyatchilarini sotlash kelishmasi orqali Haagida yana qurilgan xalqaro urush jinoiy ishlar sotininki bosh taftishi bo'lgan adam. Ham burungi Yugoslaviyadagi urush jinoyatchisi bo'lgan yana Serblarninki Milošević shuni sotga ayblab muvaffaqiyatlik uni sotlab hüküm qilishga dalil isbotlarni yetkazib g'alaba natija qozongan bir qonunshunos adam. Shu odamning rahbarligida ki bu sot kollegiyasi 21-yil 9 dekabr kuni Uyg'urlarninki Xitoyning Uyg'urlarga yapgan zo'ravonligi milliy qirg'inchilik yana genocide deb hüküm çıkargan günü. Şunun için bugün Washington'da mı Uygurlar yığılıp Uygur Akademisi, Dünya Uygur Kurultayı, Uygur Projekti, Amerika Uygur Birleşmesi qatarlıq təşkilatlar, Campaign Uygur, bizninki mavu tədqiqat mərkəzimiz həmmisi birlikdə Amerika'nınki devletlik Press Club'da yana akbarat sarayıda akbarat yığını içip bu günü hatırladı. Hem mutaxassislar, rahbarlar söz kılıp bu günü. Bu günün ahmiyeti Uygurlar için bence nahayeti muhim deb qarayman. Bu bir günlük emas. Azroq 2 minut vaqtni alsam, bu bir günlük hatırlash emas. Milliy qirg'inchilik degan bir nom bilan biz tarix kirdik. Uyg'ur milliy qirg'inchilik degan. Bu har bir Uyg'urning hayoti bilan bog'liqlik. Bizning taqdirimiz bilan bog'liqlik. Esimda bir Uyg'ur, men yangi Amerikaga kelgan vaqtimda degan, Uyg'urlarning tarixini surishtirib kelsa, mayli amal tutquni bo'lsin. Yani mayli kommunistlarning vaqtida amal tutgan bo'lsin hozirgacha yoki burun amal tutgan bo'lsin. Yoki puxra dehqon bo'lsin. Har bir oilada urug' tuqqanlarni surishtirib kelsa, Xitoy tarafidan o'ldirilgan yoki shu zulm sababidan o'lgan Uyg'ur asosan har bir oilada bor deb qarayman. Shaxsan shu odam menga dedi, u bir tarixchi. Ben bununla tamamen qo'shilaman. Hammamizningki siz bilan biz puxra vatanimiz. Ama amal tutqanlarning urug' tuqqanlarninki ya ballari yoki buğulari Xitoy tarafidan, tajovuzchilar tarafidan qirilib kelgan. Shuning uchun hammamizning bu yerda qon bir hisobimiz bor Xitoy bilan oladigan. Shuning uchun bu Uyg'ur milliy qirg'inchiligi garchi yilning oldidagi 9 dekabrda e'lon qilingan bo'lsa-mu, ammo biz Uyg'urlar her günü bu milliy qirg'inchilikni beshimizdan kechiryapmiz. Hem kimligimizning bir qismi hem bizga zo'r ta'sir ko'rsatyapti.
psixiki jihatdan bo'lsin, fiziki jihatdan bo'lsin, hamma jihatdan bizningki hattoki mashaqqatli ishlaydigan xizmatimizga ta'sir ko'rsatadi. To'g'ri. Ta'sir ko'rsatyapti. Shuning uchun bu xatirlash bir kunda bo'lmasligi kerak. Tashkilotlar buni har kunni muhim deb qaraydi, ammo har bir Uyg'ur uchun har kuni milliy qirg'inchilik kuni. Chunki sening dadang, opang, ining, ukang, onang, ering, ayoling, bolalaring, nevrang, o'g'lingdan tortib ya o'ldi, Xitoyning qo'lida. Ya shu sabablardan o'ldi. Ya bu hozir lagerda, ya turmada. Agar lagerda ya turmada bo'lsa, yoki aloqa qilishganmizsa, bu sen bilan har bir minut sening hayotingdagi milliy qirg'inchilik minut, sekund, kunlarida. Hatta şu hazır oğulluğunun yolunda girip kivattallamı şu horluk bilen barıdı, horluk bilen yinip geliyordu. Gerçi bara aldım digine bilen. Çünkü bunun mu işinime uruk tutalları yani okşaş yakın bombasını jirak tuttuğunu yana lagırda ya türmede ya ölgenler. Demek bunu milli kırgınçı. Fakat o gözü cumbayla Xitoyning ama lekin ona her minut, her sekundda bu milliy qirg'inchilikni isbot qo'shib qo'ydi. Rahmat, nihoyat muhim bo'lgan tarixiy paytlarni ta'kidlab o'tgan bo'ldingiz. Rahmat. Endi suhbatimizga qaytib kelsak, Ukraina urushi to'g'riliq bugun bir necha savol tayyor qilib keldim. Ukraina urushi bilginimizdek 2022-yilda boshlagan bo'ldi. Bu Rossiya bir hafta olimiz dedi, bir oyda olimiz dedi. Mush yil urush to'xtadi dedi. Bu to'g'riliq nurg'un masalan programmalar ishlendi degandek. Bu urush hozirgacha davom qilib kelyapti. Masalan, Trump yaqinda chiqqandan yoqi bu urushni to'xtatma. Bu yer bir tinchlik qilib kelaman deb jarsayotdi, ba'zi yordamdan beryotdi yoki plan projelarni qilyotdi. Endi bu Amerikaningki bu 3 yilning yoqi 3 yilni eshibdi, 3 yilni oshgan urushni to'xtatadigan bir nima potensiali bormi? Mencha shaxsan bu urush hozir to'xtamaydi. Men har xillarni ko'rdim, har xil ko'z qarashdagilarni. Prezident Trump Amerikaningki chiqqan vaqtida chiqishining oldida degan, men chiqib birinchi kuni urushni to'xtatma degan. Hozir 1-oyning 20-si chiqqanmiz, hozir 12 oyning 9-i bo'ldi bugun. 11 oy bo'lay dedi. Ama bu tugmadi bu urush. Men shaxsan mening ko'z qarashimda bu urush biz yillardimi to'xtamaydi, kelar yillardimi to'xtashi notayin deb qarayman. Men oldin qaytim bir program qisqaroq so'zildim. Urush hech qachon hech qanday bir davlat jiq tarixchilarning tadqiqotida bir masala bor. Yana bo'libmi yaqinqi zamon davlatlarning tarixini tadqiq qilgan Amerikaninkini jiqaroq ko'rdim. Deydi, urushga kirgan vaqtida xuddi tayyorlik bilan kirgandek ko'rindi deydi hamma davlatlar. Ammo lekin kirib bo'lgandan keyin qarasa, o urush o'zining o'ylig'inidek, planlig'indek unda mangmaydi deydi. Shuning bilan ko'pincha davlat aslida qoida bo'yicha deydi. Aqlli davlat yoki siyosun kirishdan burun bir urushga qandoq chiqma degan narsani hal qilish kerak deydi. Ama hozirgacha bir davlat Amerika o'z ichida qanday chiqma deganni hal qila olgani yo'q deydi. Mayli qanday urushga qatnashsin, Amerika eng jiq urush qilayotgan bir davlat, jiq dunyoning hamma bulunqishqaqda urush qiladi. Kirdi, ko'pincha ahvolda oxirsini shu malman tashlabli ketdi. Mayli Vyetnam urushi bo'lsin, mayli Koreya urushi bo'lsin, mayli yaqinqisi Afg'on urushi bo'lsin, Iroq urushi bo'lsin, kirdi, maqsad nayt ulug'. Hammasida demokratiya, erkinlik, barobarlik qurimiz deb kirdi Amerika. Shu urushlarning ko'p hammasida demokratiyaga kirmiz, erkinlikka kirmiz, xalqqa bir yaxshilikqa kirmiz deb kirdi.
Ahirki netice o devlet veyran bulup köpünce ahvallarda, cık devletlerde o bronk tüzümü yok. Yeni tüzüm kurulanmay. Ahirsi Amerika öz zerkip taşlapla kötü kaskınını sana o demokratiya yaraşmaydı ki, erkillik yaraşmaydı ki de külük öpsünü kötürüplü manıdı. O yerde şuna olan kalıdı. İsimdi ba bir kino ba Somali'nin ki Somali'ye doğruluk işligen Black Hawks Down deydi. O kinoda bir şeyde bir mühim bir sözü var. Ben bek çonkurt tasir kılgan. Amerika askerleri Mogadishu'da berip şu yerde koral yarak satıdığan bir sodigenini tutudu. Moşu sodigenini tutsak uruş toxtamdaki de Ahmet Adismo degan birisini tutudu. Tutup bunu Amerika generalının yanına kelgende bu adam deydi. Sizler Amerikalıklar bizni düşenmeysizler deydi. Sizler üzerlerce asker evetip bir yere gelip bizge tinçlik, erkillik, demokratiya yaratıp verimizdeysizler deydi. O bir yerde akmaydı deydi. Biz uruşup ahirisi de yenginimiz sorayımız deydi. Yenginimiz sorayımız deydi. Şu yenip çıkmak için bu uruş tügümeydi. Sen beni tutsan yani birisi çıkıdı, Kur'an'ın oksa satıdı. Şunun kanında Amerika bunda uruş kirdi, çıkışını koyulmagan. Hem de Rusya olsun, kalan diktatör devletler çoğu degende, ular tıkım oylamaydı. Ular diktatör degen neyme degende ben çık sözüldüm. Diktatörde inik uçurulmaydı. Ularga yenideki hem de satarak desek, kötemici, hoşametçiler, vay sillinin plan annoçi, kirsiliyle yanımızdaydı. Biz degen şunda güçlük deydi. Herkes acizlik tarafını kösetmeydi. Hem de Amerika herhalde kirsek manda bokkalamız mı, anda bokkalamız mı deyip şunda planlarını ABC kılıp tüzep yana ahirsini çıraylık ayaklaşanmaydı. Onun karaganda diktatörler ayığını oylamaydı. Yengimiz deyip kirdi. Şununla Putin kirge vaxtıda hazır ufkunumuz 24 saatinin işleri Kiev'ini elip yani Ukrayna'nın paytaxtısını bir hafta geçe yeniden bir prezidentin ornuğu koyup Zelenski'nin ki onun denken bir aydan keyin Rus askeri çıkıp getidigan üyede bir Sovyetni kollaydigan Rus taraf bir mesela Belarus o'xshash, Aqorus şunun o'xshash bir hakimiyetni tiklab ketimiz deb tuzgan. Şahsen ben üzemmi esimde var 3 yılın aldıda Rus'un askeri kirip Kiev'nin yanıga haberdi kördüm. Ayrıldırımını egalledi degenden keyin ben oylagan. Hey bu Rus'un askeri güçlük. Dünyada ikinci çoğun armiya deb bu Ukrayna tügüdü o deyme. Çıkos bir hafta dedim. Ama biz oylagandak bulmadı. Hem de biz o mutaxassis emas. Onçelik çıkıcı yok. Bir hafta emas. Hazır 3 yıl oldu. Rus Kiev'ni mi alanmadı, Zelenski'ni mi almıştıranmadı, Ukrayna'nı boşunduranmadı. Egerligen azrak ya ba, ama lekin hiç kançilik 3 yıl kıgan çıkım güçlük işlemi yok. Ama Rus'un iktisadi asasen tüyüşmandı. Hem de bir yerde bu uruşun ne için toxtutanmaydı demesek, diktatörler uruşun başlaydı. Başlığa vaxtıda bularning mu sabdaşları boludu. Hatalaşmasak bu urushun başlayışının aldıda Putin Beijing'e bardı. Xi Jinping bilan görüştü. Xi Jinping bilan görüşüp qaytib kelibla bir necha kundan keyin urushun başladı. Demek Xi Jinping bilan bu to'g'riliq deyishdi. Deyishgandan keyin Xi Jinping chataq yo'q, biz kayningizda deb belkim yana aldırı siz Kiev'ni alsınız, Ukrayna'nın meselini alsınız, aldırmayı onun ki biz Tayvan'ı alımız, siz bizni kollaysınız dedi, iki taraf gelişti, uğraşını başladı. Ama uğraş o oylagandak bulmadı. Şunun olan Rus kadam Xitay'ın kolu düştü. Madal diye vaxtıda küçük oturduğun halet düşüp kaldı. Birinci buzulgan obraz
Rus armiyasi dunyoda ikkinchi degan bu obraz yo'q bo'ldi. Laqab olishmangdi Rus askarlarining kuchi. Hatto bir yilning oldida bu deyman. Biri o yollanma askar boshqaruvchisi bilan siyosiy o'zgarishlar bo'lib, qalaymiqonlar chiqib tasqal Putin o'rilib ketgani. Demak, bu yerda Rusning obro'yi krediti butunlay tushdi. Bularda inovatga qolmadi xalqarada. Bu birinchisi. Urushni to'xtatsa, Putin cho'qim bir natija bilan to'xtatish kerak. Agar natija bo'lmasa, 3 yil urushdi, odam o'ldi, jiq badal to'ladi, iqtisodi ostidi, xalqi jafo tortdi. Hech qanday natijasiz urush to'xtab qolsa, Putin o'zimi tugaydi. Bu urush tugaydi, Putinmi tam tugaydi. Shuning uchun urush davomlashsa, Putin davomlasha oladi hokimiyatda. Hatto Putin agar bu urush tugab, natija yo'q, hech qanday urushning oldidagi bilan o'xshash bir natija bilan, yana natija emas, o'xshash holatda urush to'xtasa, Putin balkim o'ylamag'an yerdan sotga tortilib qolishi mumkin. Chunki bu ziyon, bu chiqimga birsiga atish kerak bu jinoyat. Bir qurbonlik bo'lish kerak. Bir qurbonlik bo'lish kerak. Bu diktator hokimiyatlarda cho'qim bir qurbonlik bo'lish kerak. Buningga Putin o'zi chiqadi. Shuning uchun Putin tarafdan natija olmag'icha u ma'qul demaydi. Endi Ukraina tarafini kelsak, oldi bilan urushdagi ikki tarafni. Ukraina tarafiga kelsak, Ukraina mu 3 yil urush qildi. 3 yil urush qilib, endi Amerikaning degani bo'yicha yoki Rusning degani bo'yicha agar ayerdagi 4 o'lkani Rusga berib olsa, hatto hozir Rusga egallamagan shaharlarni berib olsa, undan keyin NATOga kirishni mangu yo'q bo'lsa, o eng dastlabki bu daqiqaning tinchlik planida 29 moddaning ichidagi asos qismlarini deyapman. NATOga mangulik kiranmasa, undan keyin askar sonini 6 millionmi 60 mingdan tuvan tutish. Rusning talebi oshmaslik 60 mingdan. Askarning soni. Undan keyin uzun musofirlik boshqarilish bomba bo'lmasligi lozim. Bunda bir natija bilan agar Ukraina 3 yildan keyin ma'qul desa, ularni menimcha Zelenskiyni jinoyatchi deb tortish kerak. Chunki u shunday bo'ladi. 3 yil urushib, oxirgi natija 0 bo'lsa, Ukrainani u yana o'xshashlar bir xil ziyon hamda mana deganda uningga bir jinoyatchi birsiga otish kerak. Shuning uchun menimcha Zelenskiy bo'lmaydi, Ukrainaliklar bo'lmaydi. Chunki ular jiq badallarni to'ldi. Bu ikki davlatniki bo'lmaydigan narsa. Uchinchi omil hamda Xitoy. Xitoy garchi bu urushga bevosita qatnashmagan bilan Xitoyningki alayda qismlari Rossiyada chiniqyotidi, ko'ryotidi, kuzatyotidi. Hatto balkim ma'lum darajada bu urushga qatnashyotidi. Qurol yarog' beryotidi. Iqtisodiy yordam qilyotidi. Shuning uchun bu urushni to'xtatish uchun Xi Jinping qo'shilish kerak. Hozirgi bu yerda. Xi Jinping qo'shilamdi deganda Tayvanni olmay turib Xi Jinping qo'shilmaydi. Chunki Xi Jinpingning maqsadi Tayvanni elish. Tayvanni elish uchun Amerika bilan Yevropa cho'qim boshqa yerga zikni chechilishi lozim. Bo'libmi Yevropaninki hozir agar urush to'xtamasa Yevropa o boshqa yerga ko'ngil bo'lanmaydi. Bunday sharoitda Xitoyga Tayvanni elish uchun o'ng'ashli bir sharoit bo'ladi. Endi Amerika Tayvanning masalasida cho'qim aralashadi. Bu savol kelimiz ekan. Shuning uchun mana degan vaqtida shu 2-3 tarafdan sababli bu urushni to'xtatolmaydi. Endi bu yerda yana bir masala bor. Jiqadan bo'libmi ba'zi Uyg'urlarmi urushni to'xtatsin degan bu yaxshi orzu bilan Ukrainani ayblaydi. Bu yerda bir gap bor. Yana
menimcha hukm jihatdagi bir xato ko'z qarash. Yana NATO sharqqa kengayganligidan o'ris bu yerda urushni boshlaydi deydigan ko'z qarash. Bu yerda jumlaning egisi xato. NATO sharqqa kengaydi deydi. NATO kengaymadi. Chunki NATO'ga kirish uchun sharti bor. NATO beribla Abdusattar siz mayınıga kiring deb sizni majburlab akirmaydi. To'g'ri. Chunki u 10 necha davlat birlikda qurgan narsa. NATO'ga kirish uchun siz iltimos qilasiz. Siz iltimos qilgandan keyin iltimosning sharti sizning oldi bilan boshqa bir davlat bilan chegara jidilingiz bo'lmasligi lozim. Onundan keyin siz iltimos qilasiz. Iltimos qilgandan keyin NATO'dagi shu davlatlarning hammasi birlikda bu davlatning sharoitini, demokratiya, qonun hammani bir xil baholab, onundan keyin hamma davlat birlikda buni qabul qilamiz degan vaqtida siz kira olasiz. Onundan keyin o NATO'ning chegarasi sizning chegarangizga bora oladi. Bu yerda NATO sharq kengaydi degan gap xato. Nima uchun xato deganda NATO kengaymaydi. İltimos qilg'ichining sababidan kengaydi. Bu yerda nima uchun bu so'z xato deyman desak, jiq odamlar NATO oyoq kengayib, xuddi NATO'ning boshliqlarilar Ukraina sen kir deganligi uchun Rus xafa ketib hujum qildi deydi. Undaq emas. Bu yerda Ukraina degan bir mustaqil davlat. Buni Rusmi e'tirof qilgan, Amerika e'tirof qilgan, Xitoy e'tirof qilgan, Yevropa birligi e'tirof qilgan. Mana degan vaqtida bir davlat mustaqil deganiki, u olqandek bo'lamdi, yoki Amerikadek bo'lamdi, yoki Rusdek zimini dunyoning zo'r bir qismini egallagan bo'lamdi, hammasi huquqda barobar deydi. O barobarlik nima degan vaqtida xuddi Abdusalom siz bilan mening huquqim barobar. Agar mayli Amerikada bo'lsin, Kanadada bo'lsin. Qaysi jihatdan men qo'pib, men degan yeshim cho'ng Abdusalom. Abdusattar ukam siz hamma gapingizni mening gapimni anglang desam siz unutmaysiz. Chunki siz bir xususiy erkinlik bir odam. Ikkimiz barobar bu yerda. Bu barobarlik degani mening bilan birga mushunga chiqishnimi siz xohlasangiz chiqsiz, xohlamasangiz chiqmaysiz. Men majburlayolmayman. Shuning uchun Ukraina bir davlat bo'lur ekan, uning NATO'ga kirish, Yevropa birligiga kirish, kirmaslik, rad qilish, Rossiyaning birligi bo'lishi, bo'lmaslik hammasini u davlat belgilash kerak. Uni qo'pib, o NATO'ga kirma dedi, shuning uchun Rus xaf bo'ldi. Agar biz kelgusida biz mustaqil bo'lib qoldik. Sharq Turkiston. Gansu'dagi Seriq Uyg'urlar bizmi Sharq Turkistonga qo'shilamiz, biz mustaqil bo'lamiz deb jidal qildi. Ular agar qo'shilma desa, biz qabul qilamiz dedik. Desak Xitoy kelib, sen ani qabul qilding, shuningga men hozir Qumulni egallayman, Turpanni egallayman desa, ma'qul demdik? Ma'qul emas. Ya unda bo'lmaydi. O biz degan bir mustaqil davlat deb kurash qilamiz, jang qilamiz. Ukrainaliklar shu jangni qilyapti, shu urushni qilyapti. O'zining egilik huquqi uchun kurash qilyapti. Buni har qanday bir Uyg'ur mustaqillik, erkinlikni so'ygan Uyg'ur qo'llashi lozim. Natija og'icha, yana o'zining zimin birligini va to'lagan badalning o'rniga hurlikka erishish lozim. Buningda hech qanday shubhasiz qo'llash lozim. Shunaqa men deyman, bu urush unda oson to'xtamaydi. Mushu bir necha sabablardan. Xo'sh, ikkinchi savol bor. Nəhayət yaxşı bir oçuqlama oldu. Bu təhlillərin burunma qılıb baxqan, sizlam emas, nurgun adam bunun xatalaşqan, hətta nurgun adam oylagan bir işlər deyilib ki, Ukraynadan kiçik, nəhayət aciz dövlət dursadı. Amma o uruş degan maydondagi narsa o'xshash bo'lmaydi ekan-ku. Uydagi esa bazaga to'g'ri kelmabdi deb. Endi shunga hamda bu naslda urush degan har qanday narsa o'xshash bo'lmaydi ekan. Shuni qarta hamda
Bu nurgun adamdan hata çıkıp verişimi təhlillərindən doğru düşünüşü oldu. Hem de keyingi sual ötep geçsek. Hem de Ukrayna uruşı dedik. Hem de Tayvan meselesi gelsek. Bu Ukrayna uruşuniki Tayvan'a tesir gösterelimdi. Onun belki ötken ayda mesela Japonya bilen bu Xitay o'rtasida diplomatik bir kriz yüz berdi o değil mi? O oldu. Ma yakından yap Amerika'mı ben bir video gördüm ama bir haber tapamadım. Amerika doğruluk bir plan kıldık. Tayvan'ı müstakil devlet şekilde itiraf kılımız degandek bir nasıl gördüm bu değil mi? Ama o doğruluk bir haber tapamadım. Bu azık Tayvan'ınki mesela Tayvan'a qanday ta'sir göstereydi o yakınki ayvallarga nereden nereye geçe bu doğruluk bir kısqacha göz qarşınız ne deb beremsiz. Oldu. Menimçe Ukrayna uruşı abe men azrak deb öttüm. Xi Jinping'ninki çıkarak Amerika'nınki alımları mı, meyli tatbikatçıları mı? Mesela bir Niall Ferguson deb bir Angliyadan köçüp Amerikalı olan biri tarih tatbikatçı var. Şu adamdaydı 2027 yılı en hataricili Xitay Tayvan'a ötüdü alımadaydı. Amerika tayarlık kuvvetliydi ama mücmel siyasette yana ambiguity'deydi İngilizce yana mücmellik bilen tutuvatıydı bunu yana qoğdaymiz bizde bu kanun var deydi lekin ikki taraf tinch qila hal qismayli deydi birlik ketishini bu deb hech kimninki hozirgi holatni o'zgartishiga yo'l qo'ymaymiz deydi. Hamda Xitoy hozir nayti hakavur alimiz davatidi. Shuningga Ukraina urushini shaxsan mening ko'z qarashimda o Trump prezident Putin bilanla hal qila oladigan narsa emas. Bu yerda Zelenskiy var. Zelenskiy'nin kaynida Avrupa Birliği var. Avrupa Birliği var. Hazır Putin'ga Ukrayna'nın şu kısmını makul dese azırak tayyorlik qilib qolgan qismig'imi yana bir necha yildan keyin urush qilishi mumkin. Agar Putinning talabi bo'yicha bo'lsa, masalan askar kuchini 60 mingdan tuvan tutib, uzun musafir bosh qurilish bombalar yo'q bo'lsa. Onundan keyin deganda Polsharni elishi mumkin, Baltik uch davlatni elishi mumkin. Manda degan vaqtida yana shu Sovetninki yoki Zarning vaqtidagi shu Zar imperiyani asli keltirmaydi. Putinning maqsadi shu. Am Xitoychi deganda Xitoymi shu? Manchungning vaqtidagi shu imperiyani asli keltirmaydi. Agar Xitoy Tayvanni olsa, Janubiy dengiz, yana Xitoy dengizi degan bu ya hammasi Xitoyning o'lidi. Undan keyin balki Mongoliyani olmaydi. O'rta Osiyodagi hozir Uch Qashqar deyotgan Poloniya, Qozog'iston qo'shilib ketgan, Pekuniya, Qirg'iziston o'tib ketgan, Maya asli bizning deyotdi, ularning hammasini oladi. Agar shu Tayvanni elib mushib etmansa. Shuning uchun diktatorlarga hech qachon ularninki nafsi to'ymaydi. Ben dedim o deyme bir tarihçimiz Hitler to'g'riliq yozgan birisi debdiki agar Hitler mesela Chexoslovakiyaningki Sudetenni olgan vaqtida Polshaning bir qismini elib nim bo'lgan vaqtida shu yerda agar to'xtab qolgan bo'lsa Germaniya hozirgi dunyodagi yana bir cho'ng davlatlarning qatorida Yevropadagi birinchi ama dünyada mı o'rin ola oladigan bir cho'ng davlat bo'ladi deydi. Hem Hitler özümü danglik meşhur siyasim bulup belki tarihte nam kalıptı. Lekin muvaffakiyet çıkıp ketkendan keyin Hitler'mi ahırsıda özününki zavallığını geldi. Şunun o'xshash diktatorlar. Endi bu yerda Ukrayna urushi davomlashsa Amerikaning zehn chechiladi, Yevropa Ukrayna bilan bo'ladi. O'rta Sharqda Xitoy to'xtamay o't chuqlayotdi. Mayli Eronda olsun, mayli Suriyadagi ba'zilarni Iroqda olsun,
Palestin meselesinde maksat nima deganda Amerikani zehnini dunyoga chechish. Hamda Amerikaning hozir bütün merkezni Xitoyga qartimiz deydi. Prezident Trump'ninki xiyoli yaxshi. Yana Rosni Xitoydan arayma deydi. Bu yerda Xitoyni aramaydi hozir. Rosni bir yo'tal bor men. Rosni Xitoydan hozir aramaydi. Nima uchun aramaydi deganda iqtisodiy, siyosiy, hatto harbiy jihatda Rus Xitoyga qo'yniga kirib bo'ldi. Manda degan vaqtida Xi Jinpingninki manda deganda bir puppet, ya'ni qo'rchoq o'xshash bo'lib qoldi Putin. Shuning uchun Xitoyga maslahat solmay bu urushni to'xtatolmaydi. Ammo Xitoy bunga ma'qul demaydi. Chunki bu urush bor bo'lsa, Xitoy Tayvanga hujum qilgan vaqtida agar Amerika Tayvan tarafga nima qilmadi desa, Yevropa ham Tayvanga yordam qilmadi desa, oyoqdan Putin Ukrainaga urushni kuchaytirdi. Hamda bu qurol yaratma unchalik hamma tarafga tang yetkazilishimi natayin hamda. O bir cheklik bo'ldi. Xuddi Ikkinchi dunyo urushidagi eng dastlabki vaqtida Angliyami aran chirg'an, Sovetmi aql chekinishga majbur bo'lgan. Germaniya besib kirgan vaqtida bir kunda 400 kilometr besib kirib ketgan Sovetga. Shuning o'xshash bu urush uzunga davomlashadigan bir urushga aylandi. Shuning uchun Amerika tayyorlik qilyapti. Hamda Tayvan bilan bu zich munosabatlik Ukraina urushi. Shuning uchun Amerika hozir davatqini o'yi bir xil yaxshi. Masalan, Amerikaningki prezident Trumpning o'yida bo'lsa, shu O'rta Osiyo, Sharqiy Yevropani Rossiyaga tashlab berib, O'rta Sharqni Isroilga tashlab berib, Yevropani Angliya, Fransiya, Germaniyaga tashlab berib, Tinch okean tarafni Xitoyga tashlab berib, Amerika, Latin Amerika atrofida Amerikaning manfaatiga hech kim daxl taruz yetkazmaslar, o'zimiz mayaqni boshqursak deydi. Ammo u unda bo'lmaydi. Shuning uchun Amerikaning Trump prezidentining yenidikilar bunga tang maslahat berib, hozir Yaponiya, Janubiy Koreya, undan keyin Filippin bu uchini birga kelib, hamda Avstraliya bilan Yangi Zelandiyalarni qo'shib, bularni bir Osiyodagi NATO'dek bir birlik qurib, bular Tayvanni ham qo'g'daydigan, ham Xitoyni bir tahdid orqali to'sab turadigan. Ya'ni Tayvanga tasodifiy hujum qilishining oldini olish. Shuningga mana degan vaqtida Yaponiyaning bosh ministri ayol Takashi xonimmi? Takai to'g'ri. Bu ayolninki Tayvanda mas'ul tug'ilsa, Yaponiya mas'ul tug'ilgan bilan degan bu so'zi Xitoyni chichangishtirdi. Shuning bilan hozirgacha bu chichangshish tugamadi. Sabab nima degan vaqtida Yaponiya aniq bir signal berdi. Amerika mujmal siyosat. Ammo bir haftaning oldida deyman, parlamentninki Tayvan bilan munosabat qonunini Trump prezident tasdiqladi. O qonun bo'ldi. Hamda o qonunninki asos negizlari nima degan vaqtida burun Amerika Xitoy bilan bo'lgan Shanxay aktnomasi bir necha aktnom batdi. Shu munosabati bilan Tayvan bo'lgan munosabatda Amerika davlat darajalik yana rasmiy hukumat oralig'idagi munosabatni yo'q qilayotgan. Buni cheklayotgan. Tuvan darajadagi yoki pensiyaga chiqqan amaldorlar Tayvanga berib ziyorat qilsa bo'ladi. Rasmiy huquqdagi hokimiyat ustidagi anandan keyin muhim rol o'ynaydiganlar basi bo'lmaydi degan manda bir yezilmagan, ammo bu davomlashib kelgan bir siyosatdi. Buni og'diryapti.
ma kanunda Amerika bilan Tayvan tadrijiy holda munosabatni xuddi bir mustaqil davlat bilan ip olgandek ip berish degan qonunni imzoladi. Bu demaklik nima deganda Amerika yanıla mücmel orqali ama signal aniq. Tushungan odamga. Tayvan bir davlat deganni qonunlashtiryapti. Shuning uchun Yaponiyaninki bunda bir so'z qilishimi tasodifiy emas deb qarayman. Buningda Amerikaninki kaynida turib, Osiyoninki, ya'ni Tinch okeanining tinchligida sizlar rol o'ynaysizlar degan bu signal Yaponga aniq. Shuning uchun Yaponiya tayyorlik qilish kerak. Chunki Xitoy Tayvanni olsa, anoniki Senkaku Island var, ya'ni Aral. Senkaku Islandni Xitoylar Diaoyidao deydi. Çoxum bunu alimiz deydi. O vaqtida Tayvan ne bo'lsa Xitoy bak tushunib ketadi o dengiz atrofida. O vaqtida Yaponiya yolg'iz tankilanmaydi. Shuning uchun bu yerda Yaponiya, Janubiy Koreya, ondan keyin Filipin bular birlashib Tayvan bilan Avstraliya, Yangi Zelandiya bular qo'shilib bir NATO'dek ama Amerika qurol yaraq texnikani berdigan bular oldida turdigan. Xuddi O'rta Sharqda Isroiliya oldida, Amerika kaynida. Yevropag'imi Amerika kaynida, Yevropa oldida, Yevropaning oldida Ukraina. Balki Amerika Ukrainaga bevosita qurol bermasligi mumkin, ama Yevropa beryapti. Hatta Ukrainaning ba'zi qurol zavodlarini hozir Yevropaga o'tkazib ishlayapti. Chunki u Yevropada ishlasa bombardimon qilolmaydi Sovet, Rus. Shuning uchun bu yerdagi bu strategik, geopolitik, ya'ni jo'grafiy siyosat bir-birisiga tutashliq. Shuning uchun Tayvan masalasi da Amerikaninki mujmal, ama oldingi hisobdagi davlatlarni, ya'ni o'zininki ittifoqdoshlarini ular mujmal bo'lmasligi lozim. Ular mujmal bo'lmasligi. Shuning uchun Yaponning bu mujmallikni buzib tashladi. Buning Xitoy chiqanishidi, ama amali yo'q Xitoyninki. Chiqanishigan siri Yaponiyada hozirgi bosh ministrni qo'llaydigan xalqning ovozi yuqorilib menyapti. Bu Yapon Xitoydan zerikdi. Xitoy butun dunyoga o'zini bag'ansir sat ko'rsatib, bag'ansir dushman qilyapti. Bu yaxshi ish. Endi buning oxirisi yana biz bilan tutishidi mana degan vaqtida. Chunki Xitoyning bunda menishi oxirsida o'zini halokka boshlaydi. Xitoy halokka boshlangan vaqti bizga bir fursat keldigan vaqti. Yana bugünkidek milliy qirg'inchilikning hisobini oladigan kun. Xo'sh, rahmat. Rahmat. Bugun endi nihoyatda necha vaqtdan davom etayotgan, ammo qiziq nuqta chiqqan bir tema to'g'riliqqa to'xtalgan bo'ldik. Endi vaqtingizni ajratib bizga bu to'g'riliq so'zlab berganingiz uchun rahmat. Hozir 18 qarish biz bundan ko'ra aytibdi. Sizlarga rahmat. Mushta kechada ba'zi davlatlarga kelib ketdi. Shunda o'zimizning yarim soatni anglashlarga ko'p rahmat. Ekran oldidagi qarindoshlarga rahmat. Bo'ldi, kelar qatim programmani ko'rish omon bo'linglar. Bizni qo'shib berishni, savollarni yo'llashni unutib qolmaysizlar. Allohga omonat. Allohga omonat.